Assalamu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünlə qarşı alınız. Xitayning oliy maktablardagi atalmış 200-ləmçilərini tozalash harakatida nurg'un Uyğur o'qituvchilar zarba yegan. Uyğur faoliyatchilar harakatda. Qirg'izistonda Uyğur tarixi madaniyat muzeyi ochilmoqda. Uyğur gimnastika mahiri Nariman Qurbanov İtaliyadagi musobaqada kumush medalga erishdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Zimiston to'rining xabarida Xitoy Kompartiyasi o'qituvchilarning shaxsiy hayotini ta'qib qilish, xizmatdoshlarni o'zaro bir-birini fosh qilishga rag'batlantirish qatorliq razil vositalar orqali ishonchsiz deb qaralgan Uyg'ur o'qituvchi va oliy maktab kadrlarini keng ko'lamli tozalagan. Xabarda bu harakatning natijasida oliy maktablardagi nurg'un Uyg'ur tadqiqotchilar, o'qituvchi va kadrlarning atalmish bo'lgunchilik, terrorlik va radikallik bilan aloqasi bor deb ayblanib tutqun qilinganligi, hatto o'lim jazolariga hukm qilinganligi. Her qaysi oliy maktablardagi o'qituvchi va maktab xodimlarining diniy e'tiqodiy ahvoli tekshirilib, islomga munosabatlik unsil materiali yoki Qur'oni Karim saqlagan, boshqalarga Uyg'ur tili o'rgatgan kishilarning jazolanganligi, oliy maktabning tarqatgan o'qituvchi va kadrlarni baholash xizmatini cho'nqurlashtirish haqidagi uqtirishida alohida harbiy nazorat va baholash guruhi tashkil qilish o'tirib qo'yilib, o'qituvchi va kadrlarga qarata alohida baholash ilib berish talab qilinganligi ta'kidlangan. Xabarlarda ilgari surilishicha, Xitoy doiralari atalmish 200-ləmçilarni bekitishda o'qituvchi va kadrlarning burun diniy faoliyatlarga qatnashmaganligi, diniy ideyalarni tarqatmaganligi, atalmish xato ideya, xato so'z, xato amallarda bo'lmaganligi, gündəlik turmush, xizmat va tadqiqot ishlarida nozuk siyosiy masalalarga tutgan pozitsiyasi va ifodasi tekshirilib, doiralar yana har bir kishining atalmish terrorlik, zo'ravonlik, bo'lgunchilik, ashquliq haqidagi kitob, unsil materiallarni ko'rmaganligi, saqlamaganlikqa doir sonliq ma'lumot to'plagan. Yaqin qish kelishida qancha o'qituvchi va oliy maktab kadrini jazolaganligi tilga olinmagan. Ammo chet eldagi Uyg'ur guruhlarining qayd qilishicha, navbatda ular Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilingan, qamoqqa hukm qilingan, izdiraksiz yo'qolgan yoki o'lim jazosi berilgan 400 dan ortiq Uyg'ur ziyolisining tizimlikini turg'izib chiqqan. 29-yil kuni Los Angeles Qonuniy yordam fondi jamiyati o'ziga a'zo bo'lgan advokatlar uchun bir qatimliq Uyg'ur kishilik huquq dafsanchilik temasida ilmiy leksiya faoliyati o'tkazdi. Bu yig'ilishga advokatlardan 15 ta kishi qatnashgan bo'lib, Erkin Sidiq apandi hozir Los Angeles rayonida Xitoy tilida Uyg'urlarga oid videolarni ishlab, naq maydondan tarqatib aktiv faoliyat olib borayotgan Intizor va Yahudiylar dunyo kuzatish tashkilotining direktori qatorliq jami 3 kishi nutq so'zladi. Leksiya mazmuni qatnashuvchilarni jalb qilib qolmay, hayron qoldirdi. Gerçi yig'in 1 soatlik bo'lish planlangan bo'lsa-mu, tushlikdan melish vaqti bo'lib ketgani qaramay yig'inga kelganlar oxirgacha medirlamay o'ltirdi. Yig'in oxirlashganda Erkin Sidiq apandi advokatlardan Xi Jinping qatorliq qotil Xitoy rahbarlari ustidan xalqaro sudga arz qilish masalasi haqida maslahat so'rab, advokatlarning nihoyat yuqori o'lchamga asoslanib qonun bo'yicha ish qiladigan bo'lg'achqa Xitoyning uchur kontrolligi jihatdan naqadar tirishchiliklarni ko'rsatayotganligini, Uyg'urlarga oid uchurlarga muomala qilishda g'arb o'lchamini aynan qo'llanish odillik bo'lmaydiganligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, advokatlar biz tushunamiz, ammo ilojimiz yo'q. Biz qonuniy qoida bo'yicha hozircha Uyg'urlar duch kelgan taqdirni madaniy qirg'inchilikdan yuqori darajaga ko'tarolmaymiz degan. Erkin Sidiq apandi g'arbliklarning Uyg'urning duch kelgan taqdirini irqiy qirg'inchilik darajasiga ko'tarib muomala qilguncha Sharq Turkistonda yana necha million Uyg'ur qarindoshlarimizning jinidan ayrilib qolishidan qattiq ansiraydiganligini bildirgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrining atrofidagi Alatoy yezisida Uyg'ur tarix madaniyat muzeyi ochilish tayyorliklari bitgan bo'lib, yaqinqi 20 yildan buyon Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati tomonidan yig'ib olingan Uyg'ur milliy chalg'u asboblari, Uyg'urlarning kundalik turmushiga doir buyumlar, shundaqla Uyg'ur xalqining ijtimoiy tarixiga doir buyumlar ko'rgazma qo'yilgan ekan. Qirg'iziston Uyg'urlarining ittifoq jamiyati yaqinqi 30 yildan buyon Uyg'urlarning til yoziqi, tarixi, madaniyati va urf-odatlarini saqlash va rivojlantirish jihatlarida zo'r tirishchilik ko'rsatib kelgan. İlgili turli sebepler tufayli Qirg'izistonda yashayotgan 70 mingdan ortiq Uyg'ur aholisi, jamoatchilarga va Uyg'urlarning milliy madaniyat faoliyatlariga aralashib ketmagan. Bugungi kunda vatanimiz Sharq Turkistondagi ig'ir vaziyat tufaylidan Qirg'izistondagi Uyg'urlar, bo'libmi Uyg'ur yoshlari o'zlarining ona tili yoziqi, tarixi va madaniyatini yanada cho'nqur o'rganishga, milliy kimligini yanada kuchaytirishga tirishmoqda. Qirg'izistondagi Uyg'ur ziyolisi Yar Muhammad Abdullayev Sharq Turkistondagi maktablarda Uyg'ur tili adabiyoti darsining cheklanganligini, Uyg'ur farzandlarining o'z tarixidagi mashhur shaxslarni bilish va ulardan o'rganish fursatidan mahrum qoldirilganligini so'zlab, mushundaq bir paytda Qirg'izistonda Uyg'ur tarixi madaniyat muzeyining ochilishi Qirg'izistondagi Uyg'ur yosh o'smirlarning vatanparvarlik tarbiyasi ishlarida muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan. Qazaq axborot byurosi agentligining xabarida 21 yoshlik Uyg'ur yigiti Nariman Qurbanovning gimnastikaning at ustidagi harakat turi bo'yicha kumush medalga erishganligi xabar qilingan. 3
iyuldan 14 iyulgacha Italiyaning Neapol shahrida o'quvchilar yoshlarning tanharkat o'yinlari bo'yicha 30-qatimliq yozliq dunyo musobaqasi o'tkazilgan bo'lib, 18 turi bo'yicha 112 mamlakatdan 6000 ga yaqin tanharkatchi qatnashgan. Umumiy natijalar bo'yicha Qozog'iston komandasi 1 oltin medal, 5 kumush medal va 1 mis medal bilan 25-o'rinni egallagan. Ma'lum bo'lishicha, Olmuta shahrida yashayotgan Nariman Qurbanov 5 yoshdan tortib gimnastika bilan shug'ullangan. Uning dadasi Husaynjon Qurbanovmi shu sohaning mohiri bo'lib, Narimanning erishgan yutuqlarida cho'ng rol o'ynagan ekan. Nariman Qurbanov o'tgan yil Avstraliyaning Melbourne shahrida o'tkazilgan dunyo musobaqasida oltin medalga erishgan edi. U ot ustida mo'llaq etish harakat usuli bilan dunyo gimnastika tanharkat sohasida yangilik yaratgan ham uning texnikasiga Gimnastika federatsiyasi tomonidan Qurbanov deb nom berilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.